Assalomu alaykum, hurmatli xalqaro konferensiya qatnashchilari, xonimlar va janoblar. Barchangizni iqtisodiyotda kichik va o'rta biznesning imkoniyatlarini oshirish bo'yicha xalqaro konferensiyada Qashqadaryo viloyatida Amir Temur bobomiz yurtida ko'rib turganimizdan mamnunmiz. Hurmatli prezidentimizning tashabbuslariga asosan O'zbekistonimizning eng yashil va zamonaviy turizm maskaniga aylanayotgan hududlardan biri Shahrisabz tumanining Meroqi shaharchasiga xush kelibsiz deb barchangizni qutlaymiz. Tadbir ishtirokchilari, Iqtisodiyot va Moliya vazirligi rahbariyati hamda Osiyo taraqqiyot bankiga, bank vakolatxonasi rahbari Lao Araya xonimga alohida minnatdorchilik bildiramiz. Bugungi kunda kichik va o'rta biznesni rivojlantirish nafaqat O'zbekiston, balki butun jahon hamjamiyati uchun ham strategik ustuvor yo'nalishga aylanmoqda. Mazkur biznes qatlamining zamonaviy sharoitlarga tez moslashuvchanligi, innovatsionligi va eng muhimi raqobatbardoshligi milliy iqtisodiy tizimlarning barqarorligini ta'minlashning yagona omiliga aylanib bo'ldi. Hurmatli davlatimiz rahbarining joriy yil 19-mart kuni kichik va o'rta biznes vakillari bilan o'tkazilgan uchrashuvlarida ham yurtimizda bu sohaning ish o'rni, investitsiya, innovatsiya, raqobat, qo'shilgan qiymat va eksportni ko'paytirishga eng katta turtki berayotgan yo'nalishga aylanayotganligi alohida ta'kidlangandi. Fursatdan foydalanib Qashqadaryo viloyatida kichik va o'rta biznesni qo'llab-quvvatlash bo'yicha amalga oshirayotgan tadbirlarimiz hamda kelgusidagi rejalarimiz to'g'risida qisqacha to'xtalaman. Viloyatimizda 31.400 ta mikrofermalar, 3.200 ga yaqin kichik va 580 ta o'rta tadbirkorlik subyektlari faoliyat ko'rsatadi. Kichik va o'rta biznesning ulushi eng yuqori bo'lgan sohalar agrobiznes, chakana savdo, oziq-ovqat sanoati, xizmatlar va qurilish yo'nalishlarida uchraydi. Prezidentimizning kichik va o'rta biznesni iqtisodiyotdagi o'rnini oshirish chora-tadbirlari to'g'risidagi PF 50 sonli farmonlari va 2025-30 yillarda kichik va o'rta biznesni rivojlantirish strategiyasiga asosan Qashqadaryo viloyatida 2030-yilga qadar mazkur subyektlarning yalpi hududiy mahsulotdagi ulushini 76.8%, eksportdagi ulushini 21.4%, aholi bandligini ta'minlashdagi ulushini 82.3% ga yetkazish rejasini olganmiz. Bu maqsadlarga quyidagi tadbirlarni amalga oshirish hisobidan erishmoqchimiz. Birinchidan, biz kichik va o'rta biznes tadbirkorlik subyektlarining institutsional salohiyatini oshirish, ularning tashqi bozorlarga chiqishini ta'minlash, shuningdek zarur infratuzilmani rivojlantirish bo'yicha amaliy va tizimli ishlarimizni yanada faollashtiramiz. Bu borada tadbirda ishtirok etayotgan xalqaro tashkilotlar bilan quyidagi yo'nalishlarda hamkorlikni kengaytirishni niyatimizda alohida ta'kidlamoqchiman. Biznes infratuzilmani shakllantirish yo'nalishida ko'p sonli kichik va o'rta biznes subyektlariga xizmat ko'rsatuvchi zamonaviy logistika markazlarini M39 va 373 xalqaro magistral yo'llari bo'ylab joylashgan Ko'kdala, G'uzor, Dehqonobod va Qamashi tumanlarida tashkil etamiz. Koson, Kitob va Qarshi hududlarida agrosanoat klasterlari va qayta ishlash zonalarini rivojlantirish orqali qishloq xo'jaligi mahsulotlariga qo'shimcha qiymat yaratamiz. Shuningdek, Qarshi shahrida tashqi bozorlar talablari va xalqaro standartlarga mos eksportbop mahsulotlar ishlab chiqarishni rag'batlantiruvchi maslahat markazlari tashkil etiladi. Biznes subyektlarini sertifikatlash, savdo nazorati va logistika bo'yicha tayyorgarlik kurslari bilan ta'minlashni rejalashtirganmiz. Biz ishonamizki,
ushbu yo'nalishlardagi samarali hamkorlik orqali viloyatdagi kichik va o'rta tadbirkorlik subyektlarining raqobatbardoshligi sezilarli darajada oshadi. Mahalliy ishlab chiqarish salohiyati global qiymat zanjiriga bog'lanadi va mahalliy ishlab chiqarish salohiyati global qiymat zanjiriga bog'langan holda tashqi bozorga chiqish imkoniyatlari kengayadi. Ikkinchidan, 2027-yilga qadar xalqaro tajriba va standartlar asosida viloyatimizda ishlab chiqarish klasterlarini tashkil etish va bozor infratuzilmasini modernizatsiya qilish bo'yicha keng ko'lamli islohotlarni amalga oshirishni rejalashtirganmiz. Xususan, Qarshi shahrida oziq-ovqat sanoati va to'qimachilik yo'nalishida, Koson tumanida qishloq xo'jaligi mahsulotlarini qayta ishlash sohasida, Kitob tumanida qurilish materiallari ishlab chiqarish sohasida xalqaro talablarga javob beradigan ko'p sohaviy klasterlar tashkil etilishini mo'ljallaganmiz. Bu loyihalar orqali sanoat, agrosanoat va xizmat ko'rsatish sohalaridagi mahalliy biznes subyektlari va investorlar o'rtasida barqaror hamkorlik muhiti yaratiladi. Shu bilan birga viloyatimizning 14 ta dehqon bozorida mahsulotlarni saqlash, qadoqlash, sanitar xavfsizlik va logistika xizmatlarini xalqaro standartlar asosida yangilaymiz. Modernizatsiya ishlari doirasida esa sotuv va zaxira qilish imkoniyatlari kengayadi. Mahsulotlarni ichki va tashqi bozorlarga sifatli yetkazib berish shart-sharoitlarini yaratish mo'ljallangan. Ushbu ishlar natijasida 2000 dan ortiq kichik agrobiznes vakillari va 5000 dan ziyod fermer xo'jaliklari o'z mahsulotlarini samarali realizatsiya qilish imkoniyatiga ega bo'ladi. Bu esa viloyatimizda qo'shimcha qiymat zanjirini shakllantirish, eksport salohiyatini oshirish va qishloq joylarida aholi daromadlarini ko'paytirishga muhim omil bo'ladi. Uchinchidan, kichik va o'rta korxonalarimizni arzon va barqaror moliyaviy resurslar bilan ta'minlash yo'nalishida ham faol ish olib borishni davom ettiramiz. Mahalliy ishlab chiqaruvchilarni, xususan kichik va o'rta biznes tadbirkorlik subyekklarini to'g'ridan-to'g'ri moliyalashtirish, ularning bozorda barqaror faoliyat yuritishi, yangi ish o'rinlarini yaratishi va eksport salohiyatini oshirishda hal qiluvchi omil hisoblanadi. Viloyatimizdagi tijorat banklari tomonidan kichik va o'rta biznes subyektlariga 2024-yilda 4,3 trillion so'm, 2025-yil 4 oyida 204 trillion so'm, 2004-yilning mos davriga nisbatan 323% ga o'sgan kredit mablag'lari ajratilgan. Bu ko'rsatkichlar viloyatimizda tadbirkorlik subyektlariga nisbatan moliyaviy institutlar ishonchining oshib borayotganini, ularning iqtisodiyotdagi roli yanada kuchayib borayotganligini ko'rsatadi. Ta'kidlash o'rinliki, bu borada hali yetarli salohiyat mavjud. Ayniqsa, biz kichik tadbirkorlar uchun imtiyozli va uzoq muddatli moliyaviy liniyalar, ayollar va yoshlar biznesi uchun grant va kafolat dasturlari, qishloq hududlaridagi startaplar uchun mikromoliya va lizing mexanizmlari kabi yo'nalishlarda xalqaro hamkorlar bilan hamkorlikni kengaytirishdan manfaatdormiz. To'rtinchidan, biz kichik va o'rta korxonalarimiz tomonidan yashil, ekologik tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash yo'nalishida ham alohida ish olib borish niyatidamiz. Hozirgi global ekologik muammolar va iqlim o'zgarishi sharoitida qayta tiklanuvchi energiya, suv tejash va chiqindilarni qayta ishlash kabi sohalarda faoliyat yuritayotgan mahalliy tadbirkorlarimizning
sa'y harakatlarini yanada rahbarlantirish zarur deb bilamiz. Shu munosabat bilan bu sohadagi kichik va o'rta biznes subyektlari uchun maxsus grantlar ajratish, imtiyozli investitsiya kreditlari taqdim etish, ular uchun texnik ko'mak va biznes akseleratsiya dasturlarini amalga oshirish kabi tashabbuslarni joylarda amalga oshirishda xalqaro moliyaviy tashkilotlarning ishtirokini muhim deb hisoblaymiz. Agar mazkur yo'nalishda xalqaro hamkorlar bilan pilot dasturlarni joylarda yo'lga qo'yish mumkin bo'lsa, bu korxonalarimizga yangi yashil texnologiyalarni o'zlashtirish, mahalliy resurslardan samarali foydalanish va eng muhimi ekologik barqaror ishlab chiqarishni rivojlantirish imkonini yaratadi. Biz ishonamizki, yashil tadbirkorlik yo'nalishida amalga oshiriladigan har bir loyiha nafaqat iqtisodiy samara beradi, balki tabiiy resurslarimizni saqlash, ekologik xavflarni kamaytirish va kelajak avlodlar uchun sog'lom muhit yaratishga ham xizmat qiladi. 5-dan, viloyatimizning iqtisodiy salohiyatini yanada kengaytirish maqsadida turizm va xizmatlar sohasini rivojlantirishga alohida e'tibor qaratamiz. Ayniqsa, tabiiy va tarixiy boyliklarga ega hududlarimiz, Meraki va Qaynar kabi maskanlarga ekologik va ziyorat turizmini kengaytirish bo'yicha maxsus loyihalar ishlab chiqilmoqda. Ushbu yo'nalishlar bo'yicha investitsiya kiritilsa, mintaqaviy sayyohlik infratuzilmasi takomillashadi. Mahalliy aholi uchun minglab yangi ish o'rinlari yaratiladi. Xalqaro turistik oqim ortadi. Bundan tashqari, xizmat ko'rsatish sohasini kengaytirish orqali viloyatimiz iqtisodiyotida tarmoqlar diversifikatsiyasini ta'minlash, kichik tadbirkorlik subyektlariga xizmat ko'rsatish, IT, ta'lim va tibbiyot yo'nalishlariga keng kirib borishiga zamin yaratish muhim vazifalarimizdan biri hisoblanadi. Biz xalqaro hamkorlardan ushbu sohalarda infratuzilmaviy investitsiyalar, turizmni boshqarish uchun mutaxassislar tayyorlash, servis sohasi uchun startap loyihalarini qo'llab-quvvatlash kabi masalalarda amaliy hamkorlikni so'rab qolamiz. 6-dan, barqaror iqtisodiy rivojlanish bilan bir qatorda biz atrof muhit barqarorligi va ekologik muvozanatni saqlashga ham ustuvor ahamiyat qaratib kelmoqdamiz. Biz ekologik barqarorlik va mahalliy tashabbuslarni qo'llab-quvvatlashga qaratilgan muhim loyihalarni amalga oshirishni rejalashtirganmiz. Xususan, Shahrisabz tumanining Mevazor mahallasini yashil mahalla sifatida rivojlantirish loyihasiga start berilmoqda. Bu tashabbus orqali mahallada ko'pgina mahallalarimizda qayta tiklanuvchi energiya manbalari, quyosh panellari, energiya samarador yoritish uskunalari, suv tejovchi irrigatsiya tizimlari, chiqindilarni saralash va qayta ishlash punktlari, ekologik ta'lim va yoshlar uchun yashil maktab tashabbuslari joriy etiladi. Biz ushbu loyihani nafaqat mahalliy aholi ekologik ongini oshirish, balki yashil iqtisodiyotning mahalla darajasidagi pilot namunasi sifatida ko'rmoqdamiz. Shu munosabat bilan ham xalqaro tashkilotlardan ushbu yashil mahalla loyihasini moliyalashtirish, texnik ko'mak dasturlari bilan ta'minlash borasida qo'llab-quvvatlashlarini so'rab qolamiz. Mevazor tajribasi kelgusida viloyatning boshqa 828 ta mahallalarda ham keng joriy etilishi mumkin bo'lgan model sifatida xizmat qiladi. Albatta, shuningdek biz yana suv resurslarini samarali boshqarish masalasi, ayniqsa suv tanqisligi kuzatiladigan hududlar uchun ham bugun dolzarb masala hisoblanadi. Zamonaviy tomchilab sug'orish texnologiyalarini keng joriy etish
suv tejovchi uskunalarini qo'llash, agrotexnika usullarini joriy etish, har bir fermer va klaster doirasida suv hisobini yuritishda raqamli yechimlarni joriy etish borasida ham qator loyihalarni amalga oshiryapmiz. Shu munosabat bilan biz xalqaro hamkorlardan ekologik toza texnologiyalarni joriy etishda investitsiyaviy va texnik yordam, suv boshqaruvi bo'yicha innovatsion yechimlarni mahalliylashtirish kabi yo'nalishlarda hamkorlikni so'rab qolamiz. Hurmatli anjuman ishtirokchilari, yuqorida keltirilgan barcha ustuvor yo'nalishlar viloyatimizda kichik va o'rta tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash, tarmoqlar kesimida barqaror rivojlanishni ta'minlash va xalqaro hamkorlikni mustahkamlashga qaratilgan aniq va amaliy choralardir. Quvonarli tomoni shundaki, bugun boshlangan 2 kunlik tadbir davomida siz viloyatimizdagi qator pilot loyihalarni joyiga chiqib ko'rish, o'rganish, ularning amaliy natijalari va istiqbollari bilan bevosita tanishish imkoniga ega bo'lasiz. Biz bu imkoniyatdan samarali foydalanish maqsadida albatta yetakchi tadbirkorlarimizni, tuman rahbarlarini ham ushbu tadbirga faol jalb etdik. Siz ular bilan ochiq muloqotda bo'lib, mavjud imkoniyatlar, muammolar va istiqbollar haqida bevosita fikr almashishingiz mumkin. Biz ishonamizki, ushbu tadbir nafaqat tajriba, fikr almashish maydoni, balki kelgusida amalga oshiriladigan samarali hamkorliklar uchun mustahkam asos bo'lib xizmat qiladi. Shunday ekan, sizlarni yurtimizning yangi tashabbuslari bilan yaqindan tanishishga, viloyatimizdagi rivojlanish jarayonlarida ishonchli va strategik sherik sifatida faol ishtirok etishga taklif etaman. Yana bir bor barchangizni mana bugungi anjuman konferensiya bilan qutlayman. Barchangizga sog'lik, salomatlik, oldingizga turgan vazifalaringizni